Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Kuni kecha Instagram nimasida tarqalib ketgan uy buzilishi bo'yicha videolar bo'yicha yana mana o'sha Muzrabot tuman, Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanining Mehnatobod mahallasida joylashgan Tursunmurod aka xonadoniga keldik. Mana o'sha hujjatlar, qonuniy bo'lgan hujjatlar bilan kelganmiz. Mana bu uy ahvollari. Uy o'ta qadrli bir qasr uy emas bu uy. Mana buni bu joydan ham bitta shikast yetkazishgan, u joydan ham bitta yetkazishgan. Hozir ham xalqning kuchi bilan, xalqning yordami bilan mana bu uy saqlanib qolyapti. 2012-yilgi qarorda chiqarib bekor qildirishgan. Aslida 2018-yil egalik huquqi berilsin degan qarorlar bo'yicha o'z kuchida turibdi akaning hujjatlari. Mana bu xonadonda ayoli bormi, mashina tagiga ham tashyapti. Xuddi bir odam o'lganday, bir odamni o'ldirib katta bir jinoyat sodir etilganday voqealar bo'lyapti. Davlat rahbarlari deb gapirsak, bizga o'xshaganga darrov taqiq qo'yasizlar, rasmiy ogohlantirish berasizlar. Men bitta narsaga hayronman, bunga nimaga taqiq qo'yadi? Mana bu masalalar bo'yicha davlat rahbarlariga murojaat qilish kerakmi yoki oddiy fuqaro bilan prezidentimiz o'rtasiga rahna soladigan bularni oqlash kerakmi? Qanday baho berish kerak bilmadim. Mana ko'ring uyning ahvolini. O'ta katta darajadagi chiroyli qurilgan, Yevro remont katta darajadagi emas. Bu yerda fermerlik qiladigan Burgandaryo fermer xo'jaligining rahbari Mirsayit aka degan inson ekanlar. Shaxsiy adovatlari tufayli bu insonga uyini buzish uchun mahalliy nimani ichiga nizo qo'zg'ayapti. Ya'ni xalq bilan prezidentimizning o'rtasiga nizo solayapti. Davlat rahbarlari, biz gapirsak og'zimizni yulib berasizlar, lekin bunaqa zo'ravonlar video rolik qiladigan boshqa blogerlar ham kelgan, hattoki jurnalistlar ham kelgan. 3 yildan oshdiki, mana shu masala bo'yicha shu xonadonga ko'plab, mendan tashqari ham juda ko'plab odamlar kelyapti. Mana misol uchun o'zlari bilan ham gaplashishlaringiz mumkin. O'zlarining ham gaplarini bir eshitib ko'ringizlar, chiqqani qanday asosga kelishadi, xulosaga kelishadi. Mana akaning o'zlari. Başı 2011'den beri 2011'de geldi senin. Dalaga geldi, yerde oldu, işlemeyemem diyorduk. Şeye baktı, bu adamı da sesten kara suvarıp geldi, uyup uzun. Değil desin, mahalle pahalle kep, öttege düşüp. Oturavering siz. Öttege düşüp. 91-yilgi. Öneki ben şimdi işledim. Öneki işlep, nima yapsam? Hamma hujjat qonuniy. 2023 bir oldu, 3 kişi can tuydu desen, böylemesen öldürüp var, şuna şöylük begam için kasma. Shaxsiy adovati tufayli siz uyingizni buzdiryapti. Tanish, bilish, puldor odamni hammasi qayerga 15 marta sotga berdim, qayerga borsa buni foydasi. Men dokument ko'rishim, dokument ko'p bo'lam, buning ney noqon. Opani kecha opani biz Instagramga ko'rdik, opani bir nechta milisalar, ichki ishlar xodimlari ushlab so'ragan joylarini ko'rdik. Buning uchun hattoki chet el fuqarolari ham o'zini fikrini yozib kelyapti-da. O'zbekiston fuqarolarini qo'ying, kuzatuvchi, ko'rib turuvchi odamlar. Opani ahvolini ko'rib, rost men o'zim ham qo'rqib ketdim. Mana hozir kelgan paytimizda bitta qo'shnilar bor ekan. Opa, shu masalaga biror narsa gapira olasizmi siz o'zingiz? Bu 2 yildan beri shularni qiynaydi. Mana odam yurak kasal bo'lgan. Mana u hisobi qo'zg'ab, o'sha yerdan bir mashin kelsa, shu xotin shu yerga taxta bo'lib qoladi. Bironta bir nimasi bor, odam bormi shularga yordam beradigan? Prezidentimiz aytgan, shumchiqni uyasi buzilmasin degan. Bu 3 oila bir joyga yashaydi. Qayta buni buzayapti bular, men hayronman. Xudodan qo'rqmaymi bu buzuvchilar? Sahal odamga tepani ham o'ylash kerak. Xudoni eslanglar. Bu dunyo o'tkinchi, ertani eslanglar. Bu odamni yurak kasal qilib o'ldirib, bu xotinni bu yoqqa o'ldirib, keyin buzib taylagan uy kimga kerak? Kerak bo'lsa kelib yuqorinikilar olsin shu uyni bir ijaraga. Chiqarib yuborsin, o'zimiz bir nima qilib. Vatandoshlar, mana sizlarga isboti bilan yana bitta narsani ko'rsatamiz. O'tgan kun Instagramda chiqib ketgan videolar bo'yicha ko'pchilik tushunmagan joyi bor ekan. Mana shu xonadonni buzish uchun, mana shu uy buzilishi uchun Mirsayitxon degan bir vallomat, bir zo'r odam, uning orqasida puli bor, zo'ri bor. O'shaning uchun zo'r. Agar oddiy fuqaroning ichiga kirsa, uni bir tinqib tashlaydi. Mana shu uy qasr emas bu. Bu bir katta bir zo'rni uyi emas, ammo bitta narsa
shu uyga shaxsiy adovati borligi uchun shu mana uyni ko'rdilaringiz, hurmatli vatandoshlar. Endi men sizlarga o'sha Burgandaryo fermer xo'jaligini, bu insonga shaxsiy adovat qilgan insonning o'zini dala yer maydonini, davlatga javob berish kerak bo'lgan yer maydonini men sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Mana shu bu o'rmon deb o'ylayapsizmi? Aslo unaqa emas. Bu o'sha Mirsayit akaning yer maydonining boshlanishi bu. Mana ko'ryapsiz, yerlarni ham olingda aka. Mana shu holat o'sha davlat yerini, davlatni boyitaman, davlatni go'zal qilaman degan insonning yeri. Hurmatli aziz vatandoshlar, davlat rahbarlari, shu masala bo'yicha haddi sig'adigan rahbarlar, men sizlardan iltimos qilib so'ramoqchiman. Mana bu yerga nima ekilishi kerak? Agar bu yerda bugunlardan bug'doy egilgan bo'lganda, mana bu qora somonlar qayerdan kelyapti mana? Bu necha yillar davomida bu yerda hech narsa ekilmagan. Agar biror narsa ekilgan bo'lganda edi, mana haddim sig'ib bu dalaga qadam bosmagan bo'lardi. Ana endi bu yog'ini ko'rsatamiz sizga. Eng qiziq, eng chiroyli joyi. Bilmadim, buni ichida cho'chqa bormikan yoki ilonlar makonimikan. Mana o'sha bir ojizlar, bir bechora kambag'al insonni, kambag'al odamni uyini buzish bilan ovora bo'lgan fermer xo'jaligining mana yer maydoni. Agar bu inson ongli bo'lganda, o'zining bir farosati bo'lganda, ilmi bo'lganda, bilimi bo'lganda, davlatning oldida kerakli bo'lgan javob berish kerak bo'lgan majburiyati bo'lganda, mana bunaqa qamishzorni tashkil etmagan bo'larmidi deb o'ylayman. Bu nima degan ahvol mana. Hurmatli aziz yurtdoshlarim, davlat rahbarlari, ana shu yerga jon kuydiradigan prezidentimizga, vatanimizga keraklicha xizmat ko'rsatadigan odamlarga beringlar bu yer maydonini. Boshqa joyga uzoq nariroqga borishni hojati yo'q. Necha gektar ekan shu yer? 80. 80 gektar yer mana ahvol o'zi xohlaganday ish yurityapti. Xohlagan odamini xohlagan darajaga solayapti. Bilmadim, lekin bu darajada bo'lish menimcha orqasida tog'or odamni qo'lidan kelsa kerak xolos. Oddiy inson bu darajaga boshchilikka ham bora olmaydi. Oddiy inson davlatning bu yerini bu darajaga rasvogarchilikka yo'latmaydi. Endi sizlarga savol. Men bitta savol bermoqchi edimda, agar mening mubolag'a bo'lsa gaplarim, xato bo'ladigan bo'lsa, shu chakalakzorlarga, shu o'rmonzorga kelishlarini taklif etaman. Odamlar bor tosh orasida go'zallik yaratib dam olish maskanlari qilyapti. Mirsayit aka nima qilyapti? Bir bandaning uyini buzib, mana bunday chakalakzor o'rmonzorlar barpo etyapti. Qaysi biri haqiqatga yaqin? Mana o'sha yer, o'sha Mirsayit aka tanish bilishchilik qilganmi, nima qilgan bo'lsa, kelgan odam bilan birorta mahalla fuqarolari bilan aholi o'rtasida muomala madaniyati yo'q, nol odam. Davlat bo'lsa, Muzrabot tuman hokimiga qancha shu yer uchun borgan odamlar bor. Bu yerni bizga bering, biz ishlataylik. Siz ham, davlat ham, biz ham hammamiz daromad ko'raylik, foyda ko'raylik, hammamiz foydalanaylik. Menimcha bu yerlar necha yillardan buyog'iga suv ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Agar suv ko'rganda mana bu qo'limdagi qora somonlar paytgacha turmagan bo'lardi. Xulosa o'zlaringizdan fikr va mulohazalaringizni kutib qolaman aziz yurtdoshlar. O'sha masala bo'yicha mana bir insonni uyini buzadigan odam mana o'zining shaxsiy mollarini mana bu yer maydoniga olib kelib boqayapti mana. Bu yerga menimcha davlat ekinlari ekilishi kerak bo'lgan yer bo'lsa kerak menimcha, bilmadim, lekin o'zining shaxsiy molini olib kirgizib hamma narsani shaxsiylashtirib olgan. Birovning yerini shaxsiyati bilan kimning moli? Kim bu? Men ichkariroqqa kira olmadim, chunki qo'rqdim, ichida sher bormi, yo'lbars bormi, u chakalakzorlarning ichida deb. Odam joni shirin ekanda. Mana davlatni Rossiya paytiga qilingan mana plitani mana bu yerdan kapatil olib, mana bu yetib urib titib maydalab mana jar qilib yuborgan. Mana
xalqqa suv etmayapti. Mana biz qanday soliq to'lashimiz mumkin mana. Mana bunga chora ko'radigan bironta odam yo'q. Mana biz qanday suv etkazamiz endi buni? Mana xalq mana bunday qilib cho'plar qo'yib, xalta bosuvdi, mana xaltalarni yorib titib ketgan. Mana davlatni Rossiya paytiga qilingan mana plitani mana bu yerdan kapatilib olib, mana bu tip urib titib maydalab mana jar qilib yuborgan. Mana kay xalqqa suv etmayapti. Mana biz qanday soliq to'lashimiz mumkin mana kay. Mana bunga chora ko'radigan bironta odam yo'q. Mana biz qanday suv etkazamiz endi buni? Mana xalq mana bunday qilib cho'plar qo'yib, xalta bosuvdi, mana xaltalarni yorib titib ketgan. Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida joylashgan Burgandaryo fermer xo'jaligini mana dalasi. Mana ekilmagan. 100 gektar dala qamish bosib yotibdi mana. Bu tomonda ham mana shuncha gektar dalani qamish bosib yotibdi. Bor yo'g'i 8 gektarni ekkan. Mana Rossiya paytiga qilingan mana plitalarni mana yerdan chayon bilan qozdirib o'ziga suv olib, mana ariq turib, plitani sindirib, zo'ravonlik qilib mana bunday suvni pastga taylatib qo'yib, xalqqa suv bormayapti. Buni tekshiradigan O'zbekiston Respublikasiga bormikin bironta tashkilot? Mana yerlar mana bunday vayron bo'lib yotibdi mana. Mana bu yerni qaranglar mana. O'zbekistonda bironta tashkilot bormi uni tekshiradigan mana? Mahallani iloji yetmaydi, prokuraturani, sudni, hokimiyatni, ichki ishlarni umuman iloji yetmayapti mana. Mana 180 gektar yerga 8 gektar opshi paxta ekkan. O'zini manfaatiga 10 gektar beda ekib mana bedaga suvni olib yotibdi mana, xalqqa suvni bermasdan. Aha, kenchi. Bobur, u kun sen yo'q eding, mana shu keldim, men Rustam beramdi oldiga. Aytdim, majburlatdi, uribdi undan. Mana ikkita qilsin. U ham aqoyni, Bobur ham aqoyni, hammasi aqoyni. Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida joylashgan Burgandaryo fermer xo'jaligi davlatning yerida mana qoq o'rtasidan bo'lib olib o'zini moliga beda ekkan. Mana suv xo'jaligidan kelgan komissiyalar mana shuncha suv o'zini shaxsiy manfaatiga mana bedaga qo'yilgan mana. Lekin bizda mana bu yerga yashaydigan 17 ta xalqqa bir tomchi suv bermay plitalarni titib mana shunday hunar qilyapti, lekin davlat dalasida mana yerga 100 gektar joy qamish bosib yotibdi, hech ekmagan. Bunga chora ko'radigan O'zbekiston Respublikasiga bironta davlat muassasasi bormikin bilmadim mana. Mana bu bedalarni noqonuniy ekib o'zini mollariga chayla qilib qo'yibdi mana mollar 100 tadan ko'p qo'yi bor mana. Mana kay chaylasi.
Eyle çöponi turibdi oldiga mana. Mana bu yerda mana uy qurib bo'lgan mana. Mana shuncha suv bedaga ketib yotibdi. Undan pasiga yana uylar qurib taylagan mana. Mana buni tekshiradigan davlat xodimi bormikin mana? Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida joylashgan Burgandaryo fermer xo'jaligi davlatning yerida mana qoq o'rtasidan bo'lib olib o'zini moliga beda ekkan. Mana suv xo'jaligidan kelgan komissiyalar mana shuncha suv o'zini shaxsiy manfaatiga mana bedaga qo'yilgan mana. Lekin bizda mana bu yerga yashaydigan 17 ta xalqqa bir tomchi suv bermay plitalarni titib mana shunday hunar qilyapti, lekin davlat dalasida mana yerga 100 gektar joy qamish bosib yotibdi, hech ekmagan. Bunga chora ko'radigan O'zbekiston Respublikasiga bironta davlat muassasasi bormikin bilmadim mana. Mana bu bedalarni noqonuniy ekib o'zini mollariga ele chayla qilib qo'yibdi mana mollar 100 tadan ko'p qo'yib bor mana. Mana kay chaylasi ele cho'poni turibdi oldiga mana. Mana bu yerda mana uy qurib bo'lgan mana. Mana shuncha suv bedaga ketib yotibdi. Undan pasiga yana uylar qurib taylagan mana. Mana buni tekshiradigan davlat xodimi bormikin mana? Aha, keyin chiq. Bobur, u kun sen yo'q eding, mana shu keldim, men Rustam jo'ramdi oldiga. Aytdim, majburlatdi, uribdi undan. Mana ikkita qilsin. U ham aqoyni, Bobur ham aqoyni, hammasi aqoyni. Mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Mehnatobod mahallasida joylashgan Burgandaryo fermer xo'jaligini mana dalasi. Mana ekilmagan. 100 gektar dala qamish bosib yotibdi mana. Bu tomonda ham mana shuncha gektar dalani qamish bosib yotibdi. Bor yo'g'i 8 gektarni ekkan. Mana Rossiya paytiga qilingan mana plitalarni mana yerdan chayon bilan qozdirib o'ziga suv olib, mana ariq turib, plitani sindirib, zo'ravonlik qilib mana bunday suvni pastga taylatib qo'yibdi, xalqqa suv bormayapti. Buni tekshiradigan O'zbekiston Respublikasiga bormikin bironta tashkilot? Mana yerlar mana bunday vayron bo'lib yotibdi mana. Mana bu yerni qaranglar mana. O'zbekistonda bironta tashkilot bormi uni tekshiradigan mana? Mahallani iloji yetmaydi, prokuraturani, sudni, hokimiyatni, ichki ishlarni umuman iloji yetmayapti mana. Mana 180 gektar yerga 8 gektar opshi paxta ekkan. O'zini manfaatiga 10 gektar beda ekib mana bedaga suvni olib yotibdi mana, xalqqa suvni bermasdan.